Homiladorlikda ro'za tutish mumkinmi? Ro'za Ramazon muborak oylarida homiladorlarimiz ro'za tutishi mumkin albatta. Homiladorlikda agar organizmimiz ko'tarsa, analizlarimiz joyida bo'lsa, ginekologlarimiz tomonidan ruxsat berilsa, o'zimizni jasadimizdagi va bolaga zarar bermagan holatda ro'za tutish mumkin. O'zingizni holatingizni o'zingiz to'g'ri baholang, hurmatli ayollar. Agar sizda turmush sharoitingiz, oilaviy sharoitingiz yaxshi bo'lsa, yeb ichishingiz yaxshi bo'lsa, demak sizga bo'ladigan o'qit yaxshi bo'ladigan bo'lsa, demak ro'za tutish mumkin. Agar sizda kamqonlik bo'ladigan bo'lsa, ko'p suvlik, kam suvlik, shunga o'xshagan tashxislar qo'yilgan bo'lsa, buni o'zingiz qaror qabul qiling. Ro'za tutmaslik to'g'risida biz sizga tutmang deyolmaymiz. Buni o'zlaring organizmlaringdan kelib chiqqan holatda, o'z holatingizni to'g'ri baholagan holatda tanlashingiz kerak bo'ladi.